Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bu bananimiz qizil banan. Mana bu dog'i bor mana. Bargini arkasi ham qizil. Ko'rib turganingizdek. Reyamni. Go'y bananlarni ko'rdik. Poyasi qizil bo'ladi. Mana bu sargina qizil bo'ladi. Orqa tarafi bunaqa rozovoy bo'lmaydi. Yashil bo'ladi. Ko'rish, mana bu detkichalar chiqishni boshladi. Bu ham mana qizil banan. Poyasi ham qizilroq. Go'y bananlar poyasi to'rtga qizil, bargi yashil bo'ladi. Buni bargini orqa tarafi ham mana qizil rang bo'ladi, xudo xolasa. Inshaalloh. Bugun 2026-yil 25-may. Xo'sh, mana papayamiz. Bular sarg'ayadi. Mana uning sarg'ayib hosil beradi. E'tibor berganingizda rangi yashil tanasini. Bu yerga papayamiz bor. Mana bu rozovoyroq. Buni hosili ko'rayli guldan chiqqan payt samsariq bo'ladi. Mana uni. Mana shunday samsariq bo'ladi. Pishgandan keyin qip-qizil bo'ladi. Mana bu tanga kirib qoladi. Hop, shu papayani endi ko'paytirishni boshlaymiz, xudo xolasa. In vitrodan nasib etsa inshaalloh. Xo'sh, kelasi yil mana shu xotlarga buni zakasini olamiz. Bu ham Meksikadan kelgan. U papaya ham Meksikadan kelgan. Banan Meksikadan kelgan. Mana barglariga dog'i bor. Ayrim bananlarni ko'rdik, bargiga dog'i yo'q. Bunaqa. Bu 2,5 metr bo'lib hosil beradi. Undan ziyod hosil bo'lib ketmaydi. Xudo xolasa nasib etsa buni hosilini pishgandan keyin gul chiqargan paytlarga video qilamiz, xudo xolasa. Buni ham o'sha in vitroga ko'paytiramiz. Nasib etsa inshaalloh. Keyin havo rang bo'lib soladigan bananamiz bor 3 dona. Nasib etsa uni ham olib ketirib quramiz, xudo xolasa inshaalloh. Uni ham video qilib quramiz. Ko'ramiz, xudo xolasa. Buni ketirib qurgandan keyin mana shu bir ratga quramiz ularni ham inshaalloh. Mana shu papaya, mana papayalar bu Meksika papayalar. Mana hosillarni zo'r berdi. Mangolar hosilga kirdi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana mango. Mangolar hosilga kirdi. Bu birinchi yil hosilga kirishi. Endi ushlaydi, ushlamaydi, uni vaqt ko'rsatadi, xudo xolasa nasib etsa inshaalloh. Mana shu mango.